Audionoma mahsuloti. Do'stlar, bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, g'oz karnaychi ekan, o'rdak surnaychi ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. O'tgan zamonda bir qarg'a daraxtning ustida o'tirgan ekan. Shu daraxtga bir gala kaptarlar kelib qo'nishibdi. Va dam olib bo'lishganidan keyin qorinlarini ochganligi haqida so'zlashibdi. Kaptarlar yerga qarasalar, bir to'r tuzoqning tagida donlar sepilganini ko'ribdilar. Kaptarlar birma-bir tushib, to'r tuzoq tagidagi donlarni yemoqchi bo'libdilar. Shu gala kaptarlarni ichida bir dono kaptar bor ekan. U harchand donlarni yemaslikni aytib, bu ishni oxiri xayrsiz desa ham, boshqa kaptarlar uni so'ziga parvo qilmasdan yerga tushibdilar va tuzoq tagidagi donlarni yeyishni boshlabdilar. Oxiri daraxtdagi dono kaptar bir o'zi yolg'iz qolibdi. U o'ziga o'zi, bular meni so'zimga kirmasdan to'r tuzoq tagidagi donni yemoqdalar. Bularni hozir ovchi tutib oladi. Kel, men ham tushib, o'z o'rtoqlarim yonida turay. Ularni boshiga bir mushkul ish tushsa, yordamlashay, deb kaptarlar yoniga tushibdi. Kaptarlarni hammasi birma-bir tushib bo'lgach, uzoqdan kuzatib turgan ovchi tuzoqni ko'tarib turgan yog'ochni ipini tortib yuboribdi va to'r tuzoq yopirilib kelib, kaptarlarni o'z ichiga qamabdi. Bu holni ko'rgan dono kaptar o'rtoqlariga qarab shunday debdi: Men sizlarga bu donlarni yemanglar deb aytgan edim. Mana oqibatda hammamiz qamaldik. Hali ham qutulishning bir iloji bor. Hammamiz bir bo'lib, to'r tuzoqning bu tarafiga qarab uchsak, to'r tuzoq osmonga ko'tariladi va hammamiz bu tutqunlikdan albatta qutulamiz. Kaptarlarga dono kaptarning maslahati ma'qul tushib, tezlik bilan hammalari bir bo'lib baravariga bir tarafga qarab uchgan ekanlar. To'r tuzoqni o'zlari bilan osmonga ko'tarib ketibdilar. Ovchi esa tuzoqni osmonda ko'rib, kaptarlarni orqasidan quva boshlabdi. Dono kaptar ovchining o'z orqalaridan quvayotganini ko'rib, kaptarlarga shunday debdi: Do'stlar, ortimizdan ovchi quvib kelyapti. Daryo tomonga uchamiz. O'shanda u bizga yeta olmaydi. Qara bir harakat qilaylik-chi. Kaptarlar dono kaptarni aytganini qilib, daryo ustidan o'tib ketibdilar. Ovchi kaptarlarni daryo ustidan uchib o'tib ketganini ko'rib, o'zicha attang ham kaptarlardan, ham to'r tuzoqdan ayrildim deb noumid holda qolibdi. Endi gapni daraxtda o'tirgan qarg'adan eshiting. Qarg'a kaptarlarni kelib qo'nganidan boshlab to tuzoqni ko'tarib uchkunlariga qadar bo'lgan voqealarni kuzatib turgan ekan. U kaptarlar aqliga qoyil qolib,
endi ularni kim qutqarar ekan deb orqasidan uchib boribdi. Dono kaptarni bir sichqon shoh degan juda yaxshi og'aynisi bor ekan. Dono kaptar galasi bilan o'sha og'aynisini ini yoniga borib tushibdi va sichqon shohni chaqira boshlabdi. Sichqon shoh chiqib, bir tur tuzoq tagidagi bir gala kaptarlarni ko'ribdi. U dono kaptarni ko'rib, ozod qilmoq uchun turni bandlarini qirqmoqchi bo'libdi. Dono kaptar do'sti sichqon shohga shunday debdi: "Ey o'rtoq, meni ozod qilishdan oldin mana bu kaptarlar o'ralgan to'r bandini qirqib tashla. Birinchi do'stlarimni qutqarayin. Qur. Sichqon shoh iniga kiribdi va bir qancha sichqonlarni boshlab chiqibdi. U sichqonlarga shunday debdi: Sichqonlar, qani mana bu to'r bandini qirqinglar. Sichqonlar bir pasda to'r tuzoqni tishlari bilan qirqib, pora qilib, kaptarlarni banddan xalos qilibdilar. Shundan so'ng dono kaptar shoh sichqon bilan ko'rishib, hol-ahvol so'rashibdi. Shoh sichqon do'sti dono kaptarlardan qanday qilib bu holga tushib qolganini aytib berishni so'rabdi. Dono kaptar bo'lgan voqeani batafsil sichqon shohga aytib beribdi. Sichqon shoh do'sti dono kaptarni sarguzashtini maroq bilan eshitgach, uni barcha kaptarlar bilan bir kecha mehmon bo'lishini iltimos qilibdi. Dono kaptar ham do'sti sichqon shohni so'zini yerda qoldirmay, kaptarlar bilan sichqonlarning uyida bir ko'ribdi. Ey darix, meni ham shu sichqon shohga o'xshash do'stim bo'lsa, shu kaptarlar singari meni ham boshimga mushkul ish tushsa, kunimga yarar edi deb o'ylabdi. Do'sti yo'qligidan afsus qilibdi. Uning ko'nglida shu sichqon shoh bilan o'rtoq bo'lish xayoli paydo bo'libdi. Sichqon shoh do'sti dono kaptar uchun yaxshi taomlar tayyorlatibdi. Shohona kuylar chaldirib, katta bazm qilib beribdi. Dono kaptar do'sti sichqon shohdan izzat ikromlar ko'ribdi. Xafagarchiliklarini unutibdi. Ertasiga kaptarlar do'sti bilan xayrlashib, o'z yurtlariga uchib ketibdilar. Sichqon shoh do'sti dono kaptarni kuzatib, endi uyiga qaytayotganida haligi qarg'a chaqirib qolibdi. Sichqon shoh qarg'adan hol-ahvol so'rabdi. Qarg'a ham sichqondan hol-ahvol so'ragandan keyin o'zini sichqon shoh bilan bir umrlik do'st bo'lish uchun kelganini aytib beribdi. Sichqon shoh qarg'ani iltimosini qabul qilib, ikkovlari chin do'st bo'lishibdilar. Bir kuni ular dunyoni tomosha qilish uchun safarga chiqibdilar. Qarg'a sichqon shohni og'zida tishlab uchibdi. Sichqon shoh bilan qarg'a tomosha qilib yurib, bir joyga tushibdilar. U yerda bir kiyikning behush yotganini ko'ribdilar. Uning sonidan qon oqayotgan edi. Sichqon shoh qarg'aga dorivor o'tlardan yulib kelishni buyuribdi. Qarg'a dorivor o'tlardan yulib kelib, sichqonga beribdi. Sichqon shoh o'tlarni kiyik soniga mahkam qilib bog'lab qo'yibdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin
Kiyik o'ziga kelib ko'zini ochibdi. U yonida bir sichqon bilan qarg'a o'tirganini ko'ribdi. Qarasa, soni o'tlar bilan bog'langan, yarasi ancha tuzalib qolgan emish. Kiyik o'zicha bu yaxshilikni albatta sichqon bilan qarg'a qilgan deb o'ylabdi. So'ng o'rnidan turib, sichqon va qarg'a bilan salomlashibdi. Hol ahvol so'rab, ularga yaxshiliklari uchun ko'p rahmatlar aytibdi. Sichqon shoh kiyikdan qanday qilib bu holda qolganini so'rabdi. Kiyik shunday hikoya qilibdi. Men bugun ertalab mana shu tog'ning narigi yog'ida o'tlab yurgan edim. Birdan meni bir ovchi ko'rib qolib, menga qaratib o'q otdi. O'q kelib sonimga tegdi. Men jon achchig'ida chopib, bir pasda ovchi ko'zidan g'oyib bo'ldim va chopa-chopa mana shu yerga kelib qoldim. Qonim ko'p oqqanidan hushimdan ketib yiqildim. Mana hozir ko'zimni ochib sizlarni ko'ryapman. Turar joyimning tayini yo'q. Duch kelgan joyda tunab ketaveraman va men bilan turguvchi kishi ham yo'q. Shuning uchun meni bir umrlik yo'ldosh qilib olishlaringni so'rayman. Men sizlarning bir umrlik do'stingiz bo'lsam deyman. Sichqon shohning kiyikka rahmi kelib, uni chin do'st qilib olibdi. Ular o'z safarlarini davom ettiribdilar. Sichqon shoh, qarg'a va kiyik yurib bir botqoqlikka duch kelishibdi. Qarasalar, bir toshbaqa bechora botqoqqa botib chiqishni ilojini qila olmay ko'zini mo'ltiratib yotgan emish. Sichqon shoh kiyikdan toshbaqani botqoqlikdan tishlab olib chiqishni so'rabdi. Kiyik buni bajaribdi. Sichqon shoh toshbaqadan qanday qilib bu botqoqlikka tushib qolganini so'rabdi. Shunda toshbaqa shunday debdi: Men kecha mana shu jangalzorda bir chivinni quvlab ko'zim osmonda bo'lib, bu botqoqlikka kelib botib qolganimni ham bilmay qolibman. Shuncha harakat qilsam ham o'zimni botqoqlikdan xalos qila olmadim. Mana baxtimga sizlar kelib, meni o'limdan qutqarib qoldinglar. Xo'sh, toshbaqa, endi qayoqqa borasan? Men endi sizlardan ajralmayman. Bir o'zim 90 yildan buyon yolg'iz umr o'tkazaman. Yolg'izlik jonimga tegdi. Men ham sizlar bilan do'st bo'lishni xohlayman. Sichqon shoh, qarg'a va kiyik toshbaqadan bu so'zni eshitib, uni ham bir umrlik chin do'st qilib olishibdi va yana safarda davom etishibdi. Bular yurib bir joyga yetibdilar. Bu joyni suvlari tiniq, yerlari ko'k o'tlar bilan qoplangan ekan. Shu joyda to'xtashga qaror qilishibdi va hammalari birgalikda bir uy solib, shu uyda yashayveribdilar. Bir kuni sichqon shoh do'stlariga shunday debdi: Do'stlar, mana hammamiz bir uyda yashayapmiz. Endi oziq-ovqat masalasini ham hal qilishimiz kerak. Xo'sh, har kuni bittamiz hammamiz uchun yetarli ovqat topib kelaylik. Qolganlarimiz uyda dam olaylik. Xo'sh, bu gapim hammaga ma'qulmi? Bu
Bu gap menga yoqdi. Juda soz. Yaxshi maslahat berding. Men bundan juda xursandman. Shunday qilib, bu do'stlar har kuni galma-gal oziq-ovqat olib kelib, umr o'tkaza boshlabdilar. Kunlardan bir kun kiyik ovqat keltirish uchun ketgan ekan. O'z vaqtida qaytavermagach, sichqon xavotirlanib olib, qarg'aga shunday debdi: Qarg'a, sen tezda uchib borib, bir kiyikdan xabar olib kel. Nimadir bo'lgan shekilli. Qarg'a kiyikni qidirib uchib ketibdi. Uning bir boqqa ko'zi tushibdi. Qarasa, kiyik bechora tuzoqqa ilinib yotgan emish. Qarg'a bu holni tezlik bilan sichqonga bildiribdi. Tezlik bilan meni tishlab uch. Kiyik turgan joyga yetkaz. Uni qutqarish kerak. Men ham kiyikni qutqarish uchun boraman. Meni tashlab ketmanglar. Sichqon shoh toshbaqaning bormasligi kerakligini aytibdi. Shu yerda uyda kutishini tayinlabdi. Shunday qilib, qarg'a bilan sichqon shoh uchib ketibdilar. Ular kiyik tuzoqqa tushib qolgan yerga borishibdi. Sichqon shoh darrov tuzoqni bandlarini qirqa boshlabdi. Tuzoq qirqilib bo'lay deb qolganida kiyik sichqon shohga qarab shunday debdi: Ey do'stim, sichqon shoh, to'xtab tur. Men bu ovchini aldab ketay. Toki ikkinchi marotaba kiyiklarni ovlashga tuzoq qo'ymasin. Bu ishni qanday bajarasan? Hali zamon ovchi kelib, mening tuzoqqa tushganimni ko'radi. Men esa ovchi kelguncha jim turaman va birdan bir zarb bilan tuzoqning qolgan qismini uzib, tezlik bilan chopib, ovchining ko'zidan g'oyib bo'laman. Sizlar bo'lsa, uzoqroqda bizning tomoshamizni ko'rib turing. Shu mahalda uzoqdan ovchi ko'rinibdi. Qarg'a bilan sichqon shoh o'zlarini panaroq joyga olibdilar. Ovchi kelib, tuzoqqa bir kiyik tushib qolganini ko'rib, sevinibdi. U darrov kiyikni ushlab olmoqchi bo'libdi. Lekin kiyik bir zarb bilan tuzoqni uzib ketibdi. U bir zumda ovchini ko'zidan g'oyib bo'libdi. Ovchi kiyikni qo'ldan ketganini ko'rib, shunday debdi: Attang, bugun uyga quruq qaytadigan bo'ldim-da. Shu payt birdan ovchi oyog'ini ostida bir toshbaqa turganini ko'ribdi. Toshbaqa endigina yetib kelgan ekan. Kel, yaxshisi, quruq qaytgandan ko'ra, mana shu toshbaqani olib keta qolay. Ovchi toshbaqani olib, xaltasiga solib, uyiga qarab jo'nayveribdi. Uzoqroqdan qarg'a bilan sichqon shoh toshbaqani ovchi olib, xaltasiga solganini ko'ribdilar. Ular tezlik bilan kiyikni topib, bo'lgan voqeani aytibdilar. Kiyik qarg'a bilan sichqon shohga qarab shunday debdi: Endi men ovchining oldidan o'taman. Ovchi meni quvlab charchaydi. Qo'lidagi xaltasini qo'yib, yana quvlaydi. Sizlar toshbaqani ozod qilib, to'g'ri uyimizga jo'nayveringlar. Men ovchini nariroqacha aldab borib, so'ngra yana qochib ketaman. Sichqon bilan qarg'a kiyikning maslahatiga kirib, bir pana joyga borib, berkinib turibdilar. Kiyik ovchini yo'lini kesib chiqib, cho'loqlanib o'ta boshlabdi. Ovchi uni ko'rib, quva boshlabdi. Kiyikni quva charchagach, ovchi yelkasidagi xaltani yerga qo'yib, kiyikni yana quva boshlabdi. Sichqon
Sichqon shoh bilan qarg'a tezlik bilan qalta ichidan toshbaqani xalos qilibdilar va uylariga qarab jo'nabdilar. Kiyik esa chopib ketib ovchini ko'zidan g'oyib bo'libdi va do'stlarini yoniga yetibdi. Shunday qilib sichqon shoh, toshbaqa, kiyik va qarg'alar do'st bo'lib, ahillik bilan umr o'tkazib, tinch hayot kechiribdilar. Ana ko'rdingizmi bolajonlar? Ahillikda gap katta.